qishloq sharoitidagi shu va shu turdagi tuzlamalar qanday tayyorlanishini bilishni xohlaysizmi? Unda kuzatib boring. Oldin 3 litrlik bankalarni yaxshilab yuviladi. Keyin shu turdagi qo'lbola o'choqda suv yaxshilab qaynatiladi. Keyin yaxshilab yuvilgan masalliqlarni bankaga shu tartibda joylashtiriladi, tabingizga qarab. Aytgancha, bodring va pomidorni kamida 4 soat davomida tuzli suvda bo'ktirib qo'yiladi. Keyin masalliqlarni solib bo'lgandan keyin qaynagan suv solib qo'yiladi va yarim soat davomida bo'ktirib qo'yiladi. Aytgancha, masalliqlarni bankaga solishdan oldin bankani shu tartibda parga tutib qo'yiladi. Bankani parga tutib qo'yish jarayoni ham kamida 5-10 daqiqa oralig'ida davom etishi kerak. Bu holatda bankaning ichidagi mikroblari o'ladi. Agar tuzlama tayyorlash jarayonida yoningizda mana shunaqa ikkita mushki bo'lsa, ishingiz kamida yarim soat, 1 soatga cho'zilib ketadi. To'g'rimi? Mana mushkilar. Yarim soat bo'ktirilgandan keyin suvni to'kib tashlanadi va qaytadan qaynagan suv solinib, og'zi qopqoq bilan mahkamlanadi. Keyin tuz solinadi. 3 litrlik bankaga osh qoshiqda 2 qoshiq tuz solinadi. 2 osh qoshiq. Tuz solgandan keyin qaynagan suv solinadi. Yaxshilab qaynagan bo'lishiga e'tibor qiling. Bu yana qoshiq bilan solsam 70% bo'lsa, katta qoshiq bilan 1 qoshiq. Uksuzi. Kichik qoshiq. Keyin tuzlamaga 1 osh qoshiq uksuz solinadi. 70% uksuzda. 70% uksuz bo'lsa. Ne bo'lsa yarim qoshiq, 100%. 100% bo'lsa yarim qoshiq solinadi. Keyin qopqog'i yaxshilab mahkamlanadi. Yaxshilab kuzatib turing, qanaqa qilib mahkamlanish jarayoniga. Ko'zim sindiradi. Aytgancha, bizning tuzlama tayyorlash jarayonimizga fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Aytgancha, siz qanaqa tartibda tuzlaysiz? Bu haqida ham ma'lumotlarni yozib qoldiring. Mana. Bitta mahkamlangandan keyin qaytadan yana bir qator tekshirib ko'rinadi. Yaxshilab mahkamlanganiga. Shu yerda sizlardan yana bitta iltimos. YouTube bizni videomizni rekka chiqarish uchun like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirib ketishni unutmang. Mana ikkinchi marta yaxshilab tekshirib ko'riladi. Ana. Hamma yeri shu tartibda mahkamlanganiga e'tibor qiling. Shu bilan tuzlama tayyor. Do'stlar, bu tayyor bo'lgan holatdagi tuzlamalar. Ko'rib turganingizdek, uksuz solgandan keyin bodring shu holatda reaksiyaga kirishadi. Uksuz nimaga solinadi desangiz, har xil mikrob va bakteriyalar tuzlamani tarkibini buzib, qopqog'i otilib ketishidan himoya qiladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, boya aytganimdek izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.